yangicha Nilufar Hamidova yangicha moda namoyish qildi. Aktrisa Nilufar Hamidova Toshkent shahar ko'chalarida yangicha modada ko'rinish berdi. So'nggi vaqtlarda o'zining chiqishlari bilan keng jamoatchilikning muhokamasiga sababchi bo'layotgan aktrisa bu safar ham e'tibordan chetdan qolmadi. Uning kiyinishi ko'chadagi odamlarning hayratiga sababchi bo'lgan. Kommentlarda esa kuzatuvchilar tomonidan minglab fikrlar bildirilgan. Siz mazkur uslubni qanday baholaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Nilufar Hamidova yangicha moda. Fikrimizni izohlarga yozib o'tmaymiz, primo aytamiz. Hamma hayratda Nilufar Hamidovaning o'sha bu chiqishlari, yangi kiyimlari namoyish qilishlari bu g'arb davlatlarga kiyiladigan fohishalarning kiyimi bu. Butun yoshlarga o'sha yosh o'smir o'sib keladigan o'sha qizlarimizmi, ayollarimizga bu targ'ib qilyapti bu. Bu o'sha g'arbning o'sha modasi bu. Oldin g'arb jinsovkalar bilan kirib kelgandi, o'sha yarim yalang'och kartalari bilan, o'sha jinsovkalar bilan Mantana, Adidas kiyim u krossovkalar bilan kirib keluvdi. Endi LGBT kirib bo'lgan, o'sha kirib kelgan, o'sha LGBTni targ'ib qilganlar bor, uni yig'ishtirib tashladi. Endi buni iltimos mas'ul shaxslar yig'ishtiringlar. Bu xohlagan ishini qilyapti-da bu. Prosta tak hozir bitta narsa qoldi, 18+ videosi, misol uchun o'sha erotik videosini chiqarishi qoldi xolos buni. Endi bunchalik darajada bo'lgancha mas'ul shaxslar qarab o'tirmaylar. Chunki yoshlarni bu imminni g'oyasiga, fikriga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Juda salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Kommentlarni o'qiyman, misol uchun men hozir kommentlarni o'qiyman-da. Siz Nilufar Hamidovamisiz, kimsiz? Siz yomon o'rgangansizda odamlarni sudga berib ishtirok qilishga, boshqa qilishga. Men sizga kommentlarni o'qib beraman-da, o'sha kommentlarni topib berasiz-da, topib nima qilasiz, berasiz. Yangi O'zbekistonning yangi lablari. Bu isqirtni to'xtatadigan madaniyat vaziri yer yutib olganmi? Umuman chetlatish kerak bu isqirtni deyapti. Buni kommentariy mana yozyapti, kommentariy. Mana shuni qilib ko'rsatamiz, mana shu bor. Buni tanobini kim tortadi buni? Qarib quyilmagan lyuxa. Ko'rgan ko'zlarim gunohga botdi, astag'firullah, tavba qildim. Opayam gardanigacha zaqildingizda deyapti. Isqirt mana. O'zbek ayoliga yarashadigan qiliqni shu. Uyatsiz behayo. Chiq. O'zbekiston sharmanda uyatsiz ayoldir. Eriga shu ko'rinish yo'qsa kerakda. Ko'ring, tarbiyasi buzuq bo'lsa, unga fikr bildirganimiz bilan biron narsa o'zgarmasa, yaxshisi huquq tartibot organlari shug'ullansin. O'zbek mentalitini yerga urayotganligi uchun jazolansin. Bu fohishada or nomus yo'q ekan. Ota-onasi o'lgan bo'lsa kerak. Bu 7 avlodinggacha tegishli bo'lyapti bu gap. Bilganim. Sharmanda, turqing qursin seni. O'lib ket behayo. Mana yerda dahshat gaplar yozilgan, uni o'qiy olmayman. Nahot birov indamasa shu Toshkentda. O'zbekimiz millatimiz hurmati bor. Gunohi o'zi bilan g'iybat qilib gunohini olmaydi. Men qara, dil nuramisan, dil bikmisan, dil qo'yindiringmisan, boshqamisan, aqllilik qilmasan. Bu hammani ko'zini gunohga botiryapti. Qaramasa, ko'r bo'lish kerak, uni ko'rmaslik uchun ko'r bo'lish kerak, uni eshitmaslik uchun kar bo'lish kerak. Ko'r, kar, mo'loq, cho'loq bo'lish kerak. Hech tomonda yorug' dunyoga keldingizmi, ko'ring. Barcha go'zalliklarni faqat o'sha Alloh buyurgan ko'riladigan narsani ko'rish kerak. G'iybat qilmang, palon qilmang. Sen o'zing ham shunaqamisan deyman-da. Siz o'zbek degan nom. Modanga o'tsin, yo'qolsin bu Nilufar. Oyog'i isib ketmayaptimi ekan? Bor sovutib qo'yasiz, bor.
Becholarni kiyimi ekan o'zi, hurmati qilgan bunaqa kiyinmaydi. Tilanchilarga o'xshaydi, to'g'ri. Qarib, isqib o'tmay qolgan alkash ayollar bularga xuddi shunaqa kiyinaveradi. Ertaga bu g'arb modasi. G'arbdan kelingan moda kirib kelgan. G'arb aytayapman-ku, o'sha 80-yillar boshida yalang'och kartalari-yu, video kassetalari bilan, o'sha erotik kassetalari bilan kirib keldi o'sha shu sobiq SSR davridagi yoshlarning fikrini aynitish uchun. Keyin mana alal oqibat necha yillardan keyin LGBTlar kirib kelyapti, nesoqolbozliklar kirib kelyapti. O'zini shartlarini qo'yapti, ular kuchayapti. Bu ham xuddi shular narsani targ'ib qiladigan shunaqa tashkilotdan bo'lish kerak. Men bu narsani imminni o'sha hisobga olib qo'yishlaringizni so'rayman. Hisobga olishni so'rayman. Bu yoshlarni targ'ibot qilyapti. Bularni asta-sekin yig'ishtirish kerak. Yo'qolsin G'arb Yevropasiga yo'qolsin, teginmang, qamamanglar. Yo'qolsin o'sha shunga o'xshaganlar borsin. Mana qancha hozir geylar, bolalar chiqib ketyapti. O'sha Turkiyada, o'sha Yevropa davlatlariga chiqib ketyapti, boshqa qilyapti. O'sha yerdan borib primo TikTokda, Instagram, YouTubedan chiqyapti. Bu ham yo'qolsin bularga. Bunga o'xshaganlar yo'qolsin. Borsin o'sha erotik kinolarini ishlasin, o'sha Yevropa davlatlariga borib, xohlagancha kiyinaversin. Faqat bizning yurtda emas. Bizning yurtimiz Xudoga shukr. O'zbekiston o'sha islom diniga e'tiqod qiladigan o'sha boshqa dinlar ham bor. Shuning uchun bular ketish kerak, tamom, shu joyini topsin mayli. Qamash shart emas, buni aslo yo'qotish kerak, tamom. Kayfini oxiriga yetmay yuraversin o'shaqa bor. Salomat bo'lasizlar. Uzr, kimni ko'nglini tekkan bo'lsa, keyin kommentariya negativ yozadiganlar, ko'tka olaysan, putga olaysan deb yozadiganlar, birodar ko'tiga til tekkizmanglar, iltimos. Tillaringni ehtiyot qilinglar, biroq ko'tiga til tekkizmangizlar. Nima qilasizlar? Ko'tka olaysan, ko'tga til tekkizmanglar. O'shani ko'tiga kimni gapiradigan bo'lsa, tozalab yuribdi u. Borib yoz shart emas, paxta qo'yib tozalab qo'yishing. Chunki negativ yozadigan bo'lsa, ko'ting qisqanda bir yozishni o'ylab ko'rgin. Farzanding bor, uni bo'lsang opa-singling bor, jiyaning bordir. Bularni mentalga ta'sir qiladimi? Bir o'ylagin, mulzam turib o'ylagin, bilasan, kallang yetadi. Salomat bo'lasizlar.